Hammaga salom. Ey darajali zindonga xush kelibsizlar. Bugun bizga mashhur odam qo'shildi. Tanishinglar, Jin Wu. Hammaga salom. Sen jasursan, Jin Wu. Dunyodagi eng zaif ovchiligini bila turib, chiqish hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Yo'q, rahmat senga. Va u dunyodagi eng kichik penis bilan. Bu juda kichik bolalar. Xo'sh, hamma ichkariga kirsin. U shunchaki hazillashdi. Uni oldingi ishi qiziqchilik bo'lgan. Juda hazilkash ekan. Unga quloq solma, Jinu. 10 sm ham ovchi bo'lish uchun yetarlicha katta. Yo'q, 5 sm-chi. Undan voz kech. Balki ular haqdir. Men ovchi bo'lishga loyiq emasdirman. Yo'q, shunchaki menga qobiliyat berilmaganligi meni kuchsiz ekanligimdan anglatmaydi. Men ular nohaqligini isbotlayman. Men darajali ovchi bo'laman. Yo'q, xudoyim, kimdir menga yordam bersin.